Домашний pitani bir ham sog'inibman. Qo'lchalarimni ham yeb oray dedim sal qolsa. Bir stakan iliq suv, tuz, moy, slivichni moy qilib olib, dro'jja sepib aralashtirib olamiz. Unlar ham og'ir bo'lib ketibdi-ya. Sepib olib, aralashtirib olib, qo'llarimiz bilan yumshoq xamir qilib olamiz. Hidi dahshat, ustiga sochig'imizni tashab 30 minutga dam berib yoyib olamiz. Uzunchoq qilib olib, shunaqa kesib olib, dumaloq qilib olamiz. Tuxumchamizni chaqib olib, aralashtirib olib, keyin dumaloqchalarimizni ozgina yoyib olib, shunaqa qilib bukib olamiz. Bitta tomonga tuxumimizni surtib, panirovочный suxarilarimizni ham bo'lib olamiz. Badnisga hammasini terib, pichoqcha bilan tirnab, duxovkaga tiqib olamiz. Ungacha sochni gruzinkamizni katta-katta kesib, tuzlab, qolgan tuxumimizni qo'shib yorib, uvol bo'lib ketmasin deb mayonez quyib mijg'ilab olamiz. Bitta bulab olib, qovurib olamiz ikki tomondan. Bu bodrinchalar bir haftadan beri o'zini debyutini kutayotdilar. Uzuncha qilib to'rab olib, salatni barglarimizni ham yoniga yoyib olamiz. Домашний sochni nonchalarimiz pishgandan keyin yig'ishni boshlaymiz. Smetanani surtib, salat bariga bodrinchalarni, tovuqchalarni tiqib, tayyor qilib olamiz. Va nihoyat tayyor. Anchadan beri домашний pitachalarimni mazza qilib, voy ozgina qolsa hammasini o'zim paqqos pishirib yuborar edim.